Hurmatli akalar va chorva ishqibozlari, Sirdaryo viloyati Bayovut tumanidan 10 bosh Qozog'iston davlatidan kelgan Mickey Mouse, Greenfoot novoslarimiz va mana bunaqangi pandalardan ham. Narx-navolar juda ham yengil, imkon qadar harakat qilamiz. Narx-navolarni shu darajada yengil qo'yamiz. Aloqaga chiqarsizlar. Manzilimizni yana qaytarib o'taman. Sirdaryo viloyati Bayovut tumanida. Mollarimiz deyarli Toshqor osiga ham deyarli javob beradigan novoslarimiz. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, nomerlarimizni qo'yamiz, aloqaga chiqarsizlar, yengilroq qo'yib beraveramiz. Hozir bir qator oldilardan video qolamiz. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarsizlar. Nomerlarimizni yana qaytaraman. 99lik 490 33 44. Soni 10 bosh. Mollarimiz kichkina mollar emas. Taxminiy veslari 350 400 atrofida. 350 400 atrofida taxmin. Yana kelib tepasiga ko'rib tekshirib olishingiz mumkin. Zagonda turgan где-то bir 3 oylar bo'ldi, 2,5 oy bo'libdi adashmasam. 2 oy, 2,5 oydan buyoqi bayliq turibdi. Mollarimiz hammasi sog'lom, yeb turgan mollar. Aloqaga chiqarsizlar, qiziqqan akalarimiz. Hammasi bir joyga sotiladi, iloji boricha bir joyga bo'lib sotilmaydi. Yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Kichkina mollar emas. Bo'y boslari ham taxminan 1.25, 1.30 atrofida mana shu mollarimiz. 1.30, 1.25 shu atrofida. Bir joyga sotiladi, bo'lib sotilmaydi. Ikkitasi mayda qorong'uroqda ko'rinmayapti. Kichkina mollar emas, hurmatli akalar. Telefon qilasizlar, yengilroq variantga chiqarib beraveramiz, xudo xolasa. Narx-navolar juda ham yengil. Hammasi Qozog'iston davlatidan kelgan novoslarimiz. Aloqaga chiqarsizlar. Dastavkalarni kelishilgan holda qilib beraveramiz. Orqalari ham 4 burchak. Olib yemga boqaman degan akalamizga juda qulay variant. Hammasi yirik novoslar, hamma joyga solishtirib aloqaga chiqarsizlar. Bo'lib sotilmaydi.